Kelinglar mana issiq nonlar bor mana. Beraymi hoji aka nonni? Yoningdan ber 10 ta. Xo'p bo'ladi mana. To'xta, ol non. Yaxshi-yaxshisidan sol, Aka patr nondan soldim. 50 ming bo'ladi. Ovlasana. Ha. Tez bo'lmaysanmi? Hop. Necha pul oldik ku? Aka bozor aylandik, 20 ming so'm bering bo'ladi. Nima? Biznes klassda xizmat ko'rsatdingmi? Ha? Ma 50 ming so'm, 40 ming so'm qayta. Mayda imom, o'zi bari mayda senlarda bo'lsa kerak. Tezlash bu, yomg'irdan avval, tezlash. Olarsiz-a? Ovlasana. Ha. Bormam turdi, iftorliklar qo'yardik-a Shokirboy. Nurullo, nima oldi, gaplashib qo'ydingmi? Ha, gaplashib qo'yganman. Hammasi tayyor. Bu yoq ishim ham bo'ladimi? Borasanmi sen ham? Qayerga borish kerak? Massajga yangilari ketdi. Maza qilib kelamiz ertalabgacha. Yo, xotindan qo'rqadilarmi? Ana u kuni masjidda Yura aka, sizlarni ozgina kuttirib qo'ydim. Jamoatdan kech qolib chiqdim. Qanaqa jamoat? Kirganimizga qancha bo'ldi? Kirib chiqdik biz ham. Olma temirani. Ol tez. o'zingni bos. Aralashma sen. Qancha bo'ldi namoz tugaгаning? Yura aka. Yo'qot tez. Ana u kuni umradan kelganingda ham kech qoldi. Oxiri chiqdi. Mana chiqdi-yu hozir. Hoji, shamollab qo'ying. Men buni olib keldim. Otib ketdi o'zi odam ham. Bormisan? Siz shaharlardan kelyapsiz. Bizga chiqdinglar. Alaykum assalom. Ha. Mashinaga chiqib olaylik. Ketdi, mashinada gaplashaylik. Boshla, senga havasim keladi. Bizga ham nasib qilsa umralarga borish. Bitta duo qilgin. To'xtab tur. Alo. Sen hali pulni joyiga qo'yib qo'ymading. Men senga 10% dan berganman. Boshqalarga 20% beraman. Bugun qo'ysang qo'yding, bo'lmasam ko'pilni tortib qo'yaman. Qolgan protsentni kelishaveramiz. Bo'pti, gapni qisqa qil. Ketding bolalar? Hayda. Bunaqa 200 lamachi bo'ladigan bo'lsa, yig'ishtirib qo'ya qolinglar. Ras, kim 200 lamachi? Qilib olaman, o'zingga qarab gapir. O'zinglarni bosinglar. Ramazon kunida qo'yinglar. Och. Ol qo'lingni. Nima gapim og'ir botdimi? Ha, og'ir botdi. Dushman kuldirib gapiradi, do'st achitib gapiradi. Haqiqatni gapirsa yoqmaydi senga o'zi. Hajga borib kelib ham prosentingni qo'ymayapsan. Namozga kirib chiqib ham namozingni to'g'rilab qilmayapsan. Nima kerak bor 200 lamachilik? Iftordan chiqqandan keyin ana oyimchalarning yoniga borging keladi. Yig'ishtir bunaqa 200 lamachilikni. Unaqa do'stlikni yig'ishtirganim bo'lsin men. Yo'qmanman. Sizlarni chaqirishimdan maqsad bir maslahatli ish bor edi. Ro'za ham tugab qoldi, zakotni berish kerak. Ikki kishini o'ylab turibman, men shuni berishim kerak. Yo, bermay qo'ysammi ekan, nima deysiz, shunga maslahatga chaqiruvdim. Xo'jayin to'g'ri, ehson qilib turish kerak. Lekin Ramazon keyingi yana keladi. Shuncha pulni birovga berib o'rgandan ko'ra, to'g'rimi Nurullo? To'ppa-to'g'ri. Shuncha mehnatsiz qilasiz-ku, shu pulni shuna beraverasizmi? O'zi bu pulga bular loyiqmi, loyiq emasmi? Menimcha bermaganingiz yaxshiroq. To'g'ri aytasiz. Haqiqatan ham arzimas ekan. Men bermoqchi bo'lgan odam. O'tdi $2000 edi. Kelajagga $1000 ham beraman deb niyat qilib, arzimas ekan. Buni haqiqiy haqdorga beraman. Quruq oldi.